O'rta Osiyo hududlarida odamlarning o'zaro uyushgan va birlashgan holatda mahalla tizimi asosida yashay boshlagan davri miloddan oldingi 1000-yillikning boshlariga to'g'ri keladi. Bu shaharsozlik madaniyati paydo bo'lgan hamda taraqqiy etgan davr bilan bog'liq. Uning dastlabki ko'rinishlari Sopolli tepa, Jarqo'ton, Tuproqqal'a, Afrosiyob, Poykent xarobalarida aniqlangan mahallalar o'nlari misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Shaharsozlikdagi bu an'ana keyinchalik Toshkentning qadimiy shahristonlari, Shoshtepa, Ming'o'rik qal'alaridagi aholining yashash tarzida ham ko'zga tashlanadi. Bularda mahallalar ark atrofida, shahriston hamda rabotlarda joylashgan. Mahallalar dastlab odamlar o'rtasidagi urug' aymoqchilikka asoslanib tashkil etilgan. Milodiy era boshlarida dehqonchilik, hunarmandchilik va boshqa sohalarning ajralib chiqishi natijasida mahallalar kasb-kor asosida vujudga kela boshlagan. And we are very happy and proud that we Insoniyat taraqqiyotining ilk davrida urug'chilik, qabilachilik, jamoat tarzida yashash barcha xalqlarda mavjud bo'lgan. Bu odamlarning ilk birlashish jarayoni deb ataladi. Lekin ularning keyingi uyushish, o'zaro hamkorlik holati, ya'ni mahallalarga birlashishi kamdan kam xalqlarda yuzaga kelgan. Bu jarayon O'rta Osiyoda, xususan O'zbekiston hududlarida samarali kechgan. Dunyo olimlari shaharlarning paydo bo'lishini va davlatchilikning asosini yozuv, pul ishlab chiqarish, muhrlarning yaratilishi kabi belgilar bilan bog'liq deb qaraydilar. Mening nazarimda, O'rta Osiyoda va O'zbekistonda shaharlar va davlatlarning paydo bo'lishi yuqoridagi belgilar bilan birga mahallalarning tarkib topishi bilan ham bog'liq. Negaki, mahallalar odamlarni birlashtirgan, bir necha mahallalar esa qo'rg'on va shaharlarni tashkil qilgan. Mahallani boshqarish uchun yo'lboshchi kerak bo'lgan. Boshqaruv tizimi esa davlatni shakllantirgan. Bu nihoyatda oddiy faraz, lekin uning asosida katta haqiqat bor. Toshkentning ilk asosi bo'lgan Shosh, Madinat ash-Shosh va ularning atroflaridagi qo'rg'onlar, qasrlarda ham shaharlashish hamda davlatchilik asoslari ana shunday yuzaga kelgan. Bu dunyo qadimshunoslari o'rganishga arziydigan tarix haqiqatidir. Mahallachilik tizimining taraqqiyoti Ming'o'rik shahristonidan keyin 9-asrlardan boshlab Binkat qal'asida ham davom etgan. Arab geograf olimi Istahriy 10-asrda Movarounnahr shaharlarida va Madinat ash-Shosh, ya'ni Toshkentda boshqarish tizimida o'ziga xoslik mavjud. Shaharlar ark, shahriston, rabotlardan tashqari yana mahallalarga, mavzilarga bo'linadi. Har bir mahalla va mavzi alohida odamlar tomonidan boshqariladi. Ular hammasi birlashib shahar hukmdoriga bo'ysunadi. Bunday boshqarish tizimi shaharlarda obodonchilik, hunarmandchilik, soliq yig'ish, yangi inshootlar barpo etishda nihoyatda qo'l keladi, deb yozadi. Bu ma'lumot Madinat ash-Shoshning taraqqiyotida mahallalarning o'rni katta bo'lganligini ko'rsatadi. O'sha davrlarda shaharda Kamongoron, Chaqar, Chorsuv, Qoratosh, Chig'atoy, Sag'bon, Allon, Rabot, Bodak, Jarko'cha, Chuqurqishloq kabi 50 ga yaqin mahalla bo'lgan. Bu mahallalar nomlari odamlarning kasb-kori va faoliyatiga, shaharning tuzilishi va geografik holatiga muvofiq qo'yilgan. Masalan, Allon mahallasi nomi Alan qabilasiga mansub odamlar yashagan joy bilan bog'liq holda yuzaga kelgan. Kamongaron esa kamon yasovchilar joylashgan mahallaning nomi bo'lgan. Qadim zamonlardan boshlab bizning Toshkent shahrimizda jamoa o'z-o'zini boshqaruv tizimi asosida rivojlanib kelgan mahallachilik tizimi mavjud. Hisobga olingan mahallalarning umumiy soni 270 ga yaqin bo'lgan. Qadrani
hozirgi Xadra maydonini Milliy teatr, O'zbek milliy teatrining ro'barasi va milliy teatr binosi turgan joylarda qadimda Govkush degan mahalla nomi bor. Bu Govkush qassobchilik bilan shug'ullangan muayyan bir ijtimoiy guruhning ko'proq joylashgan o'rnini ko'rsatadi. Bundan tashqari eski shahar miqyosida ham kasbiy yo'nalishda bir qator mahallalarni atash mumkin. Pichoqchilik deymiz, chaqchi mahalla deymiz, Chopon bozor deymiz, Maqsud o'zlik deymiz va hokazolar hammasi shahar bozori va uning atrofida joylashgan iqtisodiy jihatdan shahar hokimiyatiga muayyan soliq to'lash hisobida ro'yxatga olingan mahallalar hisoblanadi. Mahalla shahar aholisining umumiy istiqomat qoidalari va o'zaro birdamlik an'analari bilan bog'langan kichik qismi hisoblangan. Ularni boshqargan yuzboshilar avval shahar hukmdoriga bo'ysungan. Keyinchalik yuzboshilar tumanboshilar qo'l ostida bo'lgan. Toshkent shahri markazi Binkatga ko'chgach va bu yerda 4 ta daha qaror topa boshlagach, mahalla hamda mavzelar daha tarkibiga kiritilgan. 12-asrda Binkatda 100 ga yaqin mahalla, 25 dan oshiq mavzelar bo'lgan. Bu mavzelar Shahriston atrofida joylashgan. Keyinchalik Shahriston kengayishi munosabati bilan mavzelarning deyarli hammasi shaharning mahallalariga aylangan. Mavzelar uchun shahar yaqinidagi yangi yerlar o'zlashtirilgan. Mavzelarning mahallalar tarkibiga kiritilishi shaharliklarni ish bilan ta'minlash bilan birga aholiga oziq-ovqat, dehqonchilik mahsulotlarini yetkazib berishga ham xizmat qilgan. Shaharning taraqqiy etishi hamda dahalarning kengayishi natijasida davr o'tishi bilan mahallalar va mavzelar soni ham o'zgarib turgan. 16-asrda Toshkentda 150 ga yaqin mahalla, 50 ta mavze bo'lgan bo'lsa, 18-asrda 170 ta mahalla, 73 ta mavze faoliyat yuritgan. 19-asrda mahalla va mavzelar soni 300 taga yetgan. Bir paytlari Qatortol, Qushbegi, Chilonzor, Darxon, Oqtepa, Yunusobod, Taxtapul, Yakkatut, Mirobod, Shivli kabi joylar shaharning mavzelari qatoridan o'rin olgan. 2 asrdan oshiq vaqt o'tib, bu mavzelar shahar mahallalariga aylangan. Они были известны как Binkat Shahristoni atrofida eski juva nomi bilan bog'liq joylar ko'p. Bozor, mahalla, maydon bunday bo'lishi tabiiy. Chunki u dastlab ochiq joy, maydon holatda bo'lgan. Bozor qurilgandan keyin ham maydonning bir qismi saqlanib qolgan. Bozor esa maydon atrofida kengayib borgan. Bu yerda savdo-sotiq kuchaygan. Bozor atrofida hunarmandlar yashaydigan joylar, ustaxonalar paydo bo'lgan. Eski juva nomi ana shunday joylardan biri mahallaga ham berilgan. Tabiiyki, 11-asrda paydo bo'lgan bu qadim mahalla vaqt o'tib bozorning bir qismiga, keyinchalik uning asosiga aylanib ketgan. Eski juva atamasining kelib chiqishini olimlar har xil talqin qilishadi. Masalan, tarixchi Olga Smirnova asarida eski so'zi so'q tilida baland degan ma'noni bildiradi. Jova bozor ma'nosini anglatadi. Demak, eski jova baland bozor nomidan olingan degan xulosaga keladi. Boshqa bir tarixchi Xayrulloh Husanov esa eski juvani mahalla nomi deb ataydi. Bu mahallada hunarmandlar jovalar, harbiy aslahalar, jibalar, sovutlar tayyorlashgan. Ular saqlanadigan jovaxona, omborlar qurilgan. Ana shu sababdan eski jova harbiy aslahalar saqlanadigan omborxona ma'nosini bildiradi deb izohlaydi. Nima bo'lmasin, eski juva Toshkent tarixida hunarmandchilik va bozor bilan bog'liq joy sifatida qadrlanadi. Darvozalarni o'zini nomlanishini o'zida va Toshkentda juda ko'p qabilalar uyushmasi bo'lganligidan dalolat beradi. Masalan, Qorasaroy, masalan, qadimda katta
katta bir uyushmadan tashkil bo'lgan Saroy qabilasi bo'lgan. Bu Saroy qabilasini Qorabog' saroy, Yak saroy, Oq saroy degan qabilalar bo'lganki, bular hammasi Toshkentni, umuman O'zbekistonni turli yerlarda tarqalgan. Mana shulardan bittasi Qorabog' saroy qabilasi. Qorabog' saroy qabilasi keyinchalik bog' so'zi tushib qolib Qora saroy bo'lib ketgan. Endi masalan Toshkent Taxtapul darvozasi qadimda o'sha turkiy zabon, turkiy xalqlar qabilalariga mansub bo'lgan va Turkqo'rg'on deb ataladi. Hozir ham o'sha yerdagi ko'cha, demak ko'cha ya'ni turkiy qabilalar demak muhofazasida bo'lgan. Masalan Labzak qadimda Labzak deyishdan oldin masalan Toshkent xoni o'sha Yunus Xo'ja davrida darvoza qaytadan tiklanmasdan oldin bu o'zbeklar darvozasi deb ataladi. Ya'ni demak o'sha yerda o'sha hozirgi o'zbek xalqini o'zbek qabilasi degan qabila o'sha darvozaga mutasaddi bo'lgan. Mahalla shahar hayotida ma'lum guruhdagi insonlarning yoki ma'lum kasb egalarining birlashuvidan iborat joygina emas. U ma'lum bir madaniy markaz vazifasini ham o'tagan. Chunki har bir mahallaning o'z guzari, bozori, hunarmandchilik ustaxonalari, masjidlari, maktablari mavjud bo'lgan. Ba'zi mahallalar hududida katta qo'rg'onlar, madrasalar, namozgohlar va boshqa yirik me'moriy inshootlar barpo etilgan. Toshkent shahrining ko'plab mahallalarida katta tarixiy yodgorliklar bo'lganligi haqida qadimshunoslar har xil ma'lumotlar yozib qoldirganlar. Masalan, bugungi kunda Yosh tomoshabinlar teatri, Respublika telemarkazi joylashgan hududda Zanjirlik mahallasi bo'lgan. Bu mahallada 5 ta masjid, Eshonquli Dodxoh nomi bilan bog'liq madrasa faoliyat yuritgan. Keyinchalik bu madrasada Rus tuzem maktabi, 20-asrning 30-yillarida esa kinostudiya ish olib borgan. Afsuski bu tarixiy inshootlar saqlanib qolmagan. Shaharning Beshyog'och dahasida Suzuk ota mahallasi mavjud. Bu mahalla nomi Hoji Ahmad Yassaviyning nevarasi Suzuk ota Mustafaquli tarixi bilan bog'liq. Bu yerdagi masjid va maqbara 12-13 asrlarga oid. Tarix mulki bo'lgan bu inshootlar endilikda obod qilinmoqda. Shahar tarixi mana shunday obidalar taqdirida ham namoyon bo'ladi. Это первое на территории нашей столицы вообще Shaharning olis o'tmishini aks ettiruvchi tarixiy yodgorliklar Beshyog'och dahasida ko'plab saqlanib qolgan. Shulardan biri xiyobon, keyinchalik Kamolon deb atalgan darvozasi yaqinidagi Xo'ja Alambardor maqbarasi hisoblanadi. Muarrixlarning bitiklarida Xo'ja Alambardor islom dini targ'ibotchilaridan biri bo'lgan. U 1000 yil ilgari shu yerda vafot etgan. Uning qabri tepasiga maqbara qurilgan. Keyinchalik maqbara atrofi qabristonga aylangan. Lekin tabiiy ofatlar, urushlar natijasida maqbara buzilib ketgan. 18-asrda maqbara eski tarixga qarab tiklangan. Maqbara yaqinida katta xiyobon bo'lgan. Bu yerdagi shahar darvozasi nomi ana shundan olingan. Darvoza endilikda tarixiy ko'rinishga monand tarzda tiklanmoqda. Dahada bulardan tashqari Xayrobod Eshon, Samarqand darvoza, Qoratosh hammomi kabi tarixiy yodgorliklar ham bo'lgan. Bu yodgorliklardan ayrimlari saqlanib qolgan. Bugungi kunda yo'qolib ketgan Qoratosh hammomi eski O'rda qismida mavjud bo'lgan. 15-asrda barpo etilgan bu hammom qoldiqlari o'tgan asrning 80-yillarida ochib o'rganildi. Hammomning tarixi, qurilishi 18-asrda batamom yo'q bo'lib ketgan eski O'rda inshootlari haqida ma'lum tasavvur uyg'otadi. Xayrobod Eshon masjidi va maqbarasi o'zida Toshkentning shaharsozlikdagi keyingi 400 yillik tarixni namoyon etadi. Shahar hayotida muhim o'rin tutgan mahallalar,
ko'chalar, maydonlar, xiyobonlar, darvozalar, suv yo'llari, mavzilari nomlarini o'rganish Toshkent tarixini tadqiq etishda asos hisoblanadi. Bu joylarning nomlari o'z-o'zidan paydo bo'lmagan va ular bejiz o'sha joylarga berilmagan. Allomalardan biri Zamin bu nomlar yordamida insoniyat tarixi bitilgan kitob deganida hayotdagi ma'lum haqiqatni inkishof qilgan edi. Shunday ekan, shahardagi baland ko'prik, Gulbozor, Darxon, O'qchi darvoza, Cho'ponota, Ko'kcha, Langar, Xiyobon, Uchtepa kabi nomlar ostida ham shahar taqdiriga oid ma'lumotlar bor. Toshkentda qadimda Rakat deb nomlangan mavzi bo'lgan. 19-asrdan keyin bu mavzi shu nomli mahallaga aylangan. Aslida bu nom Rohkat yoki Rohikent so'zidan olingan. Ya'ni bu nom shaharga olib boradigan yo'l ma'nosini anglatgan. Yo'lga berilgan nom davrlar o'tishi bilan mavzi va mahalla nomi qilib o'zlashtirilgan. Qozirobod, Do'mbirobod, Achavod, Qurvaqavod, Bekobod kabi nomlar esa shahar atrofidagi rabotlar taqdiri bilan bog'liq. Umuman bu yerdagi har bir nom ostida olis va yaqin o'tmish tarix izlari mujassamlashgan. Ранний средневековый город. O'rta asrlar shahrining har bir joyi, mahallasi, mavzusi nomining kelib chiqishining o'ziga xos asosi bor. Shahardagi mahallalardan biri hisoblangan Chaqar so'zi ham tarixiy atama. Hozirgi paytda bu so'z bilan bog'liq ikki joy bor. Biri Chig'otay ko'chasidagi baland tepalik bo'lsa, ikkinchisi esa Chorsuv va Beshog'och o'rtasidagi mahalladir. Tarixchilardan ba'zilari bu nomning kelib chiqishini Mo'g'ullarning Sahar qabilasi yoki turkmanlarning Chaqar urug'i nomi bilan bog'lashga intiladilar. Aslida bu nom shaharda Mo'g'ullar bosqinidan ilgari ham mavjud bo'lgan. Xo'sh, u holda bu nom qanday ma'no anglatadi? Toshkent metrosining Chilonzor yo'nalishini qazish paytida arxeologlarning olib borgan tadqiqotlariga ko'ra, hozirgi Bunyodkor bekati yonidan 11-12 asrlarga oid madaniy qatlam topilgan. Istiqlol saroyidan shimoliy g'arb tomonda shaharning qadimiy chegarasiga yaqin joyda ilk o'rta asrlarda harbiy navkarlar, chokarlarning qo'rg'oni joylashgan. Shaharda bu joy Chokardiza nomi bilan mashhur bo'lgan. Keyinchalik bu chokar so'zi aholi talaffuzida chaqarga aylanib ketgan. Demak, bu so'z ham, mahalla nomi ham, bu makon ham olis o'tmish tarix bilan bog'liq. Bular Toshkentning tarixini tadqiq etishda katta ahamiyatga ega. Muarrix Muhammad Solih Toshkentning yangi tarixi asarida shahar hayotida har bir qal'a, qasr qo'rg'on, mahalla, daha, masjid, madrasa va ko'plab qadimiy imoratlarning o'ziga xos o'rni bor. Ular hammasi birikib, yaxlit holda Toshkentning tarixini, olis o'tmishdan shu kunlargacha bo'lgan kechmishini aks ettiradi, deb yozadi. Haqiqatdan shaharning 22 asrlik tarixi uning mahallalari, dahalari taqdiri bilan bog'liq hayotida ham namoyon bo'ladi.